xuddi shunga o'xshagan uchastkalar bu mahallalarda umuman chiqishi qiyin. Okalar, hozirgi bugungi kelgan manzilimiz Sergeli shundoqqina dehqon bozori yonginasida Sug'diyona mahallasiga kelganmiz. Mahallaga o'zingizlar bitta layk bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Fayzli tinch mahalla, ko'chalar asfalt bo'lgan. Bu lokatsiyada gaz, svet, suv, kanalizatsiyalardan bilasizlar, umuman muammo yo'q. Umumiy 3 sotka yer maydoniga ega bo'lgan 2 xonali tayyor uchastka ko'rsatamiz. Ko'cha taraf fasadini o'zi 10 metr, ichkariga to'g'ri shaklda 30 metr kiryapmiz. Hech qanaqa qing'ir, qiyshiq joylari yo'q. Okalar, pastda ko'ryapsizlarmi? Binoni ikkita xonasi joylashgan bo'pti. Bu yoqni o'zida bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin va bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ham joylashgan bo'ladi. Remontlari o'rtacha holatda tayyor kelib yashaydigan uchastka, katta огород, mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan, hovli uchun hojatxonani ko'rishimiz mumkin. Hech qanaqa qing'ir qiyshiq joylari yo'q. Okalar, kelib bitta katta uchastka qilaman desanglar, bundan ortiq variant bo'lmasa kerak hozirgi kunda. Okajonlar, Sergeli Sug'diyona mahallasi shundoqqina dehqon bozori ro'parasidagi mahalla. 3 sotixli ikkita tayyor xonasi bor. Kelib yashaydigan uchastka. Narxini $145,000 so'rashyaptilar egalari. Bu startviy narx. Pastda egalar nomeri bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi. O'zi ham fayzli mahallada joylashgan.